Yo bo'la hammalarga salom. Sizlar bilan men Sho'xat. Bolalar, videorolik boshlashdan oldin men sizlarni 1 minutgina vaqtingizni olaman. Ko'rib turibsizlarki, obuna bo'lmasdan men videolarimni 76% odamlar ko'rar ekan. Iltimos kanalga obuna bo'ling va biz tezroq 20 mingta bo'lardik shunda. 20 mingta bo'lishimizga ham juda ham ozgincha qoldi. Albatta har biringiz obuna bo'lsangiz, biz tezroq 20 mingta bo'lar edik. Obuna bo'lishga esa atgasini 5 soniya vaqtingiz ketadi. Tez pastga tushib, iltimos kanalga obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lganlarga kattakon rahmat. Unda biz videorolikka o'tamiz. Do'stlar, bugungi videorolikda biz Minecraftdagi top 5 ta boost modlarini ko'rib chiqamiz. Hammasini ko'rib chiqib, oxirida esa albatta ularni barini bir-biri bilan ushtirib chiqamiz. Ya'ni bitta meriga hammasini qo'shaman. Shuning uchun ham albatta videorolikni oxirigacha ko'ring. Do'stlar, birinchi bizning Minecraft mod, ya'ni boost modimiz pirat ekan. Ya'ni qanaqadir qaroqchi mod ekan. Hozir ko'ramiz nima ekanligini. Bizda bu yerda 3 tagina spawn berar ekan va hozir qo'shsak, bu qanaqadir skelet ekan va ikkinchisi ham qanaqadir skelet ekan. Menimcha ikkalasi bir-biriga o'xshaydi, yo o'xshamaydi ekan. Buni ko'zidan o'si bor ekan, bunda esa shapkasi bor ekan. Qoyil, endi boostni o'zini ko'ramiz. What the fuck bro, nima bala bu? Nuda menga bu juda ham yoqdi. Hozir esa biz железный golemni qo'yib ko'ramiz. U bilan o'sharmikan, yo'qmi? Tak, davay temir golem buni yo'q qilib tashachi. Nimaga urmayapsan u? Ahmoq, buni orqangda boss turibdi. Bu yomon, ya'ni meni ham uradi hozir spawnga qilsak. Ya'ni biz survival rejimiga o'tsak. Mayli, temir golem o'ldirmasa, biz uni o'zimiz nezrit branya va nezrit qilichlar olib o'zimiz o'ldirib tashlaymiz. Sekingina kiyib olamiz, ya'ni branyani kiyib, sekingina nezrit qilich ham olamiz va shitga ham olamiz. Endi esa biz charlangan oltin olmay ham olishimiz kerak. Men tayyorman qaroqchi, sen tayyormisan? Qani ketdik bola, sekingina survival rejimiga o'tamiz va sразу menga boshlab ketdi urushda. Qani ko'ramiz nimalarga qodir ekan bu boss. Buni qobiliyati bola, skeletlarni spawn qilar ekan. Boyaga ikkita qo'ygan spawnni qo'ydi-ku, nima edi skeletlarda. O'shanaqa skeletlarni bu o'zi spawn qilar ekan. Hozir ko'payib ketadi va shi bo'ladi. Qaroqchi sekin-sekin ko'payishni boshlayapti skeletlari. Va insonlar qo'yila olmayishga xacha bu. Hozirlarda o'ldiraman. Wow, ko'rdilaringga ikkinchi karomati ham bor ekan. Bu qanaqadir o'qib urib hammani itarar ekan hamma tomonga. Lekin skeletlarni uga hisobga olmasak, bossni o'zi normal ekan. Qaroqchi men ko'rib turibsizlar qanaqadir animatsiya qilib turib tepadan bunday qo'lni ko'taryapti-da, yana skeletlar spawn qilyapti. Men esa bu bilan ushurib jonimga tegib ketdi va jonini ham juda ham ozgincha qoldirdim. Hozir biz uni o'ldiramiz. Qani da o'ldi bo'ldi. Faqatgina skeletlar qoldi menimcha. Qani da o'ldi. Mana ko'rlaring yotib oldi yerga. Mana ko'rib turibsizlarki, men uni bemalol mag'lub qila oldim. Ko'rib turibsizlarki va endi uni hech qanaqasiga urib bo'lmaydi ekan. Ustiga bosib tursak, yo'q bo'lib qolar ekan. Mayli, unda biz ikkinchi modga o'tamiz. Bola, ikkinchi mod, ya'ni boss modimiz qanaqadir suv drakon bilan bog'liq ekan. Ko'rib turibsizlar, bizga ikkita spawn tuxumini berdi va bunisini qo'ysak qanaqadir tuxum berar ekan. Ya'ni tuxum qo'yapmiz. Menimcha bu o'sha drakonning tuxumi bo'lsa kerak. Vaqtinchalik esa keyin vaqt o'tib ochib chiqsa kerak o'sha drakon. Mayli, lekin bizda ikkinchi tuxum bor. Uni esa hozir biz shu yerga qo'yib ko'ramiz. Mayli, quruqlikka qo'yib ko'raylikchi, ko'ramiz qanchalik katta. Wow, muncha katta bu drakon. Men buni o'sha drakon desak bo'ladi. Ko'rib turibsizlarki, mana shu kichkina tuxumchadan mana shunaqa katta drakon ochib chiqar ekan. Bu aql bovar qilmaydi. Lekin ming afsuski, ya'ni temir golem bunga hech qanaqasiga jahl chiqmayapti, hech qanaqasiga urib, buni asabini buzmayapti ham, hech nima qilmayapti. Mayli, hech qilsa yo'q, biz hozir o'zimiz branya kiyamiz va o'zimizga shit olamiz. Desak, shitga bir bala bo'lib qoldi, negadir kallasi nima bala bo'lib qoldi bu shitga. Mayli, bu shitkani olib tashlaymiz, kerak emas menimcha, bu shitga menimcha kerak emas va biz o'zimizga charlangan oltin olmani olib, buni adabini beramiz. Men boyagina o'ldirib tashladim, endi esa bu drakon, ya'ni suv drakon-ku o'zi, bu shuni suvga qo'yib turib, suvda urishamiz. Logichnak axir, bu suv drakoni-ku axir. Mayli, buni qo'yinglar, men esa sekin survival rejimiga o'taman va suvga sakrayman. Qani sekingina uni oldiga borsa, u kallasi tiqilib qoldi, nima bala bo'ldi? Meni hech qanaqasiga urmayapti. Menimcha biz uni birinchi urishimiz kerak. U bizni jahl chiqib, keyin urishni boshlaydi. Da ko'rib turibsizlarki, men buni urdim, keyin esa sekingina urishni bera boshladi. Hozir esa u bilan biz jang qilishni boshlaymiz. Ko'rib turibsizlarki, tepada uni joni qanaqadir o'zgacha ekan, qanaqadir teksturasi bor ekan. Boyaginiki esa menimcha yo'q edi. Unda yo'q edi. Hozir ko'rasizlar, bola, buni ham o'zgacha qobiliyati bor ekan. Ko'rib turibsizlarki, bu qanaqadir aylanyapti va nimadirdan spawn qilyapti menimcha. Qanaqadir sinovlar nima edi, professional chiqishni boshladi va hozir uramiz, ko'ramiz nima bala u spawn qildi. Davay uni pastdan ham uramiz. Yaxshilab urganimizdan keyin mana bu yerda qanaqadir bir bala baliq suzib yuribdi-da, bu guardian va aynan shuni menimcha spawn qilgan bo'lsa kerak, chunki bu yerda unaqani anavsi yo'q, uyi yo'q-ku, u bu nashini qaroqchi spawn qilgan. Va oxirgi udarlar va yana ozgincha ursak u o'lishi kerak-da, bola, bo'ldi, menimcha o'ldi, yo'q bo'lib qoldi-yu, qani u, o'lib qopti. Men bu bir ko'zliklar bu yerda qoldi, lekin biz tepaga chiqamiz va sekin oltin olmani yesak, qani mana bu yerda bir nima yotibdi. Menimcha bu Hartigul bizga nimadir beribdi-yu, boyagilar hech narsa bermayotgan edi. Qani oldiga suzib boramiz va nimadir ikkita bir bala beribdi. Water Dragon is. Bu menimcha uni ko'zi bo'lsa kerak. Bundan nimadir spawn qila olamiz, nimadir yasa olamizmi o'zi? Lekin bunda biz hech narsa yasa olmaymiz ekan,
lekin siz esa hali ham kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Pastga tushib, iltimos obuna bo'lib qo'ying, tezroq 20 mingta bo'laylik biz ham. Bu bizning navbatdagi 3-modimiz, ya'ni boss modimiz. Bu Snake boss ekan. Ya'ni bilasizlar Snake nimaligini, hozir ko'rasizlar. Mana bunaqa katta kobra boss ekan bu. Hozir biz temir golemni ham qo'yib ko'ramiz va ko'rib turibsizlarki, temir golem bunga hech nima qilmayapti. Nimaga o'lgur temir golem buni o'ldirmaydi ekan? Hech qaysi bossga bu hech qanaqasiga teginmayapti. Temir golem teginmasa, mana men bormanda o'zim o'ldirib tashlayman. Hozir buni daftarasini chiqarib, o'zimizga qilich, bolta va o'zimizga kerak bo'lgan narsalarni olamiz. Nu Ilon voy, tayyormisan jangga? Men esa tayyorman. Qani ketdik, uni tez survival qilamiz va u bilan urushni boshlaymiz. U menga sirazi urushni boshladi va qanaqadir o'sha birinchi karomati, u qanaqadir menga отравление effektini berdi va urab u yoqdan bu yoqqa o'tiraveribdi-ku meni. Bu vashcha zo'r bo'lsa ekan, menga yoqdi juda ham. Nu lekin shu asab buzorligi yomon qattiq urar ekanda, u yoqdan bu yoqqa o'tirib jonga tegib ketdi. Lekin menga vashcha farqi yo'q. Men olmani yeyman-da, sirazi uni urishni boshlayman. Qani ketdik unda, Ilon voy, davay, kim birinchi yutar ekan ko'ramiz. Sen meni o'ldirasanmi yoki men senmi? Nu lekin yaxshigina ko'p oltin olmani yeb tashladim. U esa meni qo'ymayapti urib. Lekin uni endigina joni yarimgina ketdi. Men esa o'sha 5 tagina oltin olma yedim. Ya'ni charlangan oltin olma yedim. Jonga tegib ketding-ku, Ilon voycha, o'lasanmi sen yo'qmi? O'sha jonimga tegib ketding, o'sha va muncha u yoqdan bu yoqqa o'tiraversan meni. Nimaga o'zim men bu bilan muzda urishyapman a? Va nihoyat men bu temir golemni kallasi yetdi shekilli, men bu bilan urishim kerakligini joni azgincha qolganda sirazi urishni boshladi-da va nihoyat uni o'ldirdik. U ahmoq o'ldi, bo'ldi, ururma u bechara o'ligini yana ustiga o'lib tepib, ya'ni o'ldi nima deyapman. O'zi men o'lganda ustiga tepgan qilyapsan u axir. Nu bu blokni ichiga kirib ketib qolyapti. Ahmoq bo'ldi, ururma. Voy, ahmoq, sen hozir o'ldirib tashlayman. Ana o'lib qolding-a. Mayli, hech qisi yo'q. Zato biz men bu ilonni o'ldirdik. Bu esa vashi blokni ichiga kirib ketib qoldi. Buni ustiga bosib tursak, yo'q bo'lib qolar ekan-da. Biz va nihoyat bu o'lgur ilonchani o'ldirdik. Navbatdagi mod, ya'ni bu 4-mod va bu ham horror mod. Menimcha 4-chi bo'lishi kerak. Bu yerda bizga 5 tagina sanov berar ekan, suyak va nima bala bu. Bir balani spawndan o'sini qo'ydim, tuxumini va u qanaqadir hamma yoq tutatib, tepaga uchib qochib ketdi. Menimcha bu yerdan biz surib olganimiz yaxshi-da. Hamma yoq tutatib, o'zi uchib ketdi. Nima bala bo'ldi? Va nihoyat tutun tugadi va biz boshqa spawndan ularning tuxumlarini qo'yib chiqamiz. Bu yerda yana o'sha naqalar bor ekan va har xilini o'ysa ekan, bitta ekan, lekin har xil harakat qilyapti har biri. Bittasi uchib turibdi, bittasi uxlayapti, bittasi yugurib yuribdi, bittasi boy vashi tepaga uchib ketib qoldi. Nima bala horror mod o'zi bu? Horrormish, boss mod o'zi bu. Biz esa temir golemni qo'yamiz va temir golem har doimgidek hech qaysi bossga teginmaydi. Prosta senga qarsaklar bor-ku, temir golem. Hamma ish yana o'zimizga qoldi. Tez branyani kiyamiz va o'zimizga shitni ham olamiz. Yana shit jinicha bo'lib qopti. Ya'ni olib tashlaymiz. Mana nima bala bu shit endi bu. Mayli, buni olib tashlaymiz, kerak emas va o'zimizga biz qilichda olamiz va kerakli narsalarni olamiz har doimgidek. Men jangga tayyorman. Sekingina charlangan oltin olmani olib, sirazi survival rejimiga o'tamiz va sekingina oldiga borsak, hech qaysi menga hozircha kelmayapti. Ya'ni hech qaysini jahli chiqmayapti va ko'rib turganingizdek sirazi meni urishni boshladi. Nu lekin men ham urishga to'xtamayman va sekin men ham ururaman. Lekin bu yomon urar ekan, meni urganda har urganda itarib yuboryapti. Lekin yaxshigina uni ham ketkazyapti oltin olmani. Men oltin olmani yeyishga ulgurmayapman. Sekin ur inson. Davay, yana ozgincha uramiz. Qani va menimcha o'ldirdik-da. Men bu qanaqadir hamma yerdan qon sachrashni boshladi va qotib qoldimi? Nima bala bo'ldi? Ne urib bo'lmayapti buni? Da bola, bu haykalga aylanib qoldi. Menimcha uni o'ldirganingizdan keyin u haykalga aylanib qoladi. Nu mayli, qolganlarni oldiga boramiz. Bular ham nega qotib qoldi? Ne bularda ham urib bo'lmay qoldimi? Da bular ham haykalga aylanib qolibdi. Vashcha mana bunisi esa uxlab yotibdi. Lekin bu yerda mana bunday bittasi qolib ketgan ekan. Hozir shu bilan yaxshigina ushib olamiz. Ya'ni oltin olmani sekingina yeb, qani kallasiga sop qolamiz uni. Nima bala, buni joni toshdanmi deyman-da deb turdim. Uni esa menimcha o'ldirib tashladik-da. Uni o'ldirib tashladik bola va yana tepadan bizga qanaqadir nimadir tushiryapti tepadan. Da tepadan bizga nimalarlar tushirib tashladi, ustimizga tushib oldi. To'g'risini aytsam, men umuman tushunmadim bunga. Boyagilar yaxshiroq edi bundan bori. Nima bala, endi men qanaman men? Nima u yoqdan bu yoqqa yuribmanmi? Nima men ustimga bu tushib oldi? Men esa yugurmayapman. Meni ham qotirib qo'ydimi? What the hell bo'ldi? Meni jonim ketyapti qaytib turib. Nima bala, men yer tagiga kirib ketib qoldimmi? Davay oltin olmani tez yeb olamiz va yugurishga harakat qilamiz u yoqdan bu yoqqa sakrab. Yo, mana men-ku men nima bala oltin olmay yuribman. Orqamdan nima bala bular orqamdan qulab yuribdi. Yo, men nimaga bu yerda kameram qolib ketdi? O'zim esa nari yoqda yuribman. Nima bala bo'lyapti? Nima bala bu mod o'zi bu ye? Qarochi, keyingi modga o'tdik, men bu yerda qolib ketdim. Hozir meni esa temir golemlar o'ldirib tashlaydi. Navbatdagi modga o'tdik va bu mod ham juda ham ajoyib bo'lgan bossni spawn qiladi. Ko'rib turibsizlar menga. Bittagina spawn tuxumini bergan. Hozir buni qo'yamiz. Mana bunaqa Yetsi degan bossni qo'shar ekan, ya'ni o'yinga bu mod. Va har doimgidek temir golem bunga hech qanaqasiga teginmaydi.
yana ishlar esa o'zimizga qoldi. Nu hozir ko'ramiz, u meni o'ldira oladimi yo yo'qmi? Qani survival rejimiga o'tamiz va u sira men tomon yugurishni boshladi. Qani ko'ramiz, meni o'ldira oladimi yo yo'qmi? Meni yaxshilab urmoqchi bo'lyapti, hech qanaqasiga ura olmayapti, chunki menda shitka bor. Bu bossni karomati qor to'p olib turib, ko'rib turganingizdek odam tomon otar ekan. Ya'ni u agar bundan uzoqlashib ketsangiz, xuddi shunday qiladi. Men esa uni o'ldirib tashladim. Joni juda ham ozgincha qoldi. Hozir esa mana ko'rib turganingizdek uni o'ldirdik. Va men bu o'lgur ayog'im yomon jonga tegib ketdi. Buni ham o'ldirib tashlaymiz. Jonga tegyapti bu ham. Endi bossni oldiga boramiz. Bu ham shunday yotib qolar ekan va uni ustiga bosib tursak, uni ham yo'q bo'lib qolsa kerak menimcha. Va ustiga bosib tursak-da, u yo'q bo'lib qolar ekan. Nu bossni o'ziga kelsak, menimcha boss juda ham menga yoqdi. Bitta shu yomon tomoni, u har otaverar ekan. Ya'ni har udari uni itaverar ekan odamlarni. Do'stlar, men sizlarga Masterni kanaliga obuna bo'lib qo'yishlarini so'rab qolardim. Nimaga aynan Masterni kanal desanglar, menimcha Masterni hamma tanisa kerak, u juda ham ajoyib bo'lgan Minecraft haqidagi videoroliklarni chiqaradi. Va undan tashqari vaqt bilan shortsam va har kuni stream ham qiladi. Mazza qilib streamlarni ham kuzatib borsanglar bo'ladi. Kanalga esa albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalning silkasi video ostida va izohlarda bo'ladi. O'tib albatta Shoxadan salom deb yetkazib qo'yinglar. Va nihoyat bolalar, men hamma bosslarni bitta yerga to'pladim. Hozir esa ko'ramiz bular bir-biri bilan urushadimi yo yo'qmi va o'zim ham bular bilan urushib ko'raman. Sekin-sekin hammasini spam qilishni boshlaymiz. Qani ketdi bolalar, talpani boshladik. Hammasi meni urushni boshladi. Ya'ni hammasi bir-biri bilan urushmay, meni urushda o'ldirishni boshladi. Qoyili. Nu siz esa hali ham kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib, like bosib qo'ying va keyingi videolarda ko'rishguncha